Olmaz aka жүрөт мына жерде. Olmaz аканы аз сөзгө тартам менче. Мага. Yo, assalomu alaykum Olmaz aka. Qandaysiz? Tuzuksiz aka, sog'liq yaxshi aka. Bo'ldi tag'in. Tuzuksiz aka. Shu bozor ishda Qo'chqorlarni olib keldinglar. Buna Qo'chqorlardan Жаңы biznes boshlab, kichkina ақчаға. Жаңы biznes boshlab, xudo xolasa yaxshi mayak qilib, jahonda xudo xolasa 2-3 kunda yaxshi chiqaramiz. Shu kichkina ақча. Biz shunday Qo'chqorlarni Şonduktan kanalga giringizler, like'tan basыңыздар, şu Жигиттагы элдин ызматында жүрөт. Шуга кичине колдоо иретинде лайктан басып, комментарий жаза кетиңиздер. Элдин ызматын кылам деп мына жеңил түркчүлүктөр Жигиттагы. Аман болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун, тынч болуңуздар. Olmaz aka. Qo'chqor olib keldi to'g'onlar. 42 ming so'mga bo'ldi deb bermedi jana. Ko'rdingizlar o'xshaydi, oldindan da topib o'ta kuchli bunaqa. Biznes to'g'onlar, biznes ko'rdingizlarmi? Uyda to'g'onlar, uyda жүрүп, shunda 42 ming so'mga bo'ldi deb bermedi. Uyda жүрүp bo'lib turibdi mana-chi. Qarangizlar. Qo'zi Qo'chqorlar ekan, qarangizlar. Şuradan bir 10 baylab qo'ysa to'g'onlar, buna bizneschi. Rossiyaga borib ishlab qo'ysa bo'ladi ekan. Aka, Olmaz aka da boramiz uyingacha. Kichkina bizneslari bor ekan da. Son tortib ko'rsatdi o'zi to'g'onlar. Assalomu bizning kanalning qattoluvchilari. Bugun 20-aprel 2022-yil bo'lib qoldi bularga. Жаңын ovqat qo'y echki balardi. Sizlar men cho'g'da ko'ramiz to'g'onlar. Bo'ldi deb. Mana yerda. Ya qancha bo'ldi aka? 8 ming. Qaysi? Mana cho'ngmi? Jo'ko'mi? 8 ming. 8 ming so'm. O'shasiz. Balası tek ekan to'g'onlar ularga. 8 ming so'm bo'ldi. Real duolardi. Ya bu echkicha tekelar aka. Qanchadan ekan bu cho'nglar? 12 mingdan aka. 12 ming so'mdan bo'lyapti to'g'onlar. Aka to'g'onlar bizning kanalga qattiqlikda qattiq like bosib qo'yinglar. Qancha ketdi shular? 5100 ga. Urg'achilarmi? Takavi, taka mana. 5100 ga sotildi to'g'onlar. Mana. Mana echkilar. Real duolar. Qaysi bo'ldi? Nol. Ulog'i meni bo'ldi. Narxi? Süt echki. Qanchaga berdi? 5600 so'm berdi. Qarov bu. Qarov. 5600 so'm unaga. Sütü da kenan ekan to'g'onlar. Buna qarangizlar. Süt echki. Ya bu qanday boradi aka? Romanskiy qo'ylar nimaga? Qanchadan ekan bo'lsa? Yana bola 15 ming so'm. So'radi aka bozor. Yaxshi. Yaxshi, aka romanskiy qo'ylar keldi. Aka bular urg'ochmi? Bular urg'och qanchada odash? Qo'yin 8-16 odam endi. 8dan 16 ming so'm. Sen bize gel. Kaç ekan bu qo'ylarning bosi? 18'den mi? Yaxshi. Bunda yaxshi ekan. 18 mingdan deyapti aka. Bol qo'ylar ekan, ha? Bular qisir ekan to'g'onlar. Bu da 18 mi? Bu da 18 ekan. Yaxshi. Real duvarlardı bunlar. Toqtular tatayın duvarlar bana gibi. Yo, 6 yaş, 7'de 6 yaş mı davla vermir dedin. Qo'chqor ekan bu. Qancha bo'ldi bu az? Vaz chiqmaydi. Vaz chiqmaydi. 10500 deydi aka? Ha. 8500 ga bermaydi. 8500 so'mga bo'ldi, bermaydi dedi. Yaxshi. Yana bola qancha ekan aka? 10 ming otasi aka.
Mınaga 10 ming so'm deyapti to'g'onlar, ene bolani. Yaxshi. Mınaga to'qtilar tatayın mınaga to'q. Ya bular bolalı qo'ylar ekan ha? Qanchadan ekan bular? 50 bin Qancha? 50 bin lira. Qancha ovi? 4 ovi, 3 ovi. 3 ovi 3 bolasi meni 50 ming so'm deyapti mınaga. Yaxshi. Böyle bolda deyam mazada. Qaysi qancha chiqdi aka? 3 ovi 20 ming berdi aka. Ha? 3 ovi berdi aka. 20 ming so'm. 20 ming berdi turnaga. Sonda biri qisir boshanda, balasi bormi? Bolası var. Narxi bo'g'iz ekan, to'g'onlar. Jaqin bo'g'iz ekan. Yaxshi. Real dubalar tatay to'g'onlar. O joqda qo'chqorlar kelibdi. O'ta cho'ng qo'chqorlar. Qo'chqor bular. Urg'och ekan. Qancha bo'ldi aka? 3 ovi. 3 ovi 35 ming. Bol bo'ldi bunga. Yaxshi. Urg'och qo'ylar ekan. Bunga. Qaysiga berdi aka? Qaysiga berdingiz aka? Ben tatlı olmaga. Qaysiga berdi aka? Qancha berdingiz aka? 14 ming so'm. Urg'ocha bu? Bo'g'iz qo'ygan 14 ming so'm bo'ldi. Cho'ng qo'ygan. Bo'g'iz ekan. 14 ming so'm. Bo'g'iz qo'y. Qo'chqor qancha ekan aka qo'chqor? 25 ming so'm. Qancha tishaymiz so'm? 2 tish. 25 ming so'm bo'lyapti. O'g'illar. Ya buna iki kişilik qo'chqor qancha ekan aka? 12 ming so'mdan. Qancha so'radi aka? So'rashyapti. Har qanday so'rayapti. Urg'ochi bu aka. Qancha ekan bo'lsa? 15 ming so'm aka. Qancha berishdimi? 13.500 so'mga sotilyapti aka. Bunaqa o'na joqda o'ta cho'ng qo'chqorlar bor ekan. Shular torta hozir. Ya qancha berdingiz? 40 ming so'm aka. Siznikimi? Oldu mana. 40 ming so'm bo'pti. Aka, mana biznesmen janobi So'ljon Boqin akamiz bunaqa. 2 million to'g'on degan aka. Tizik. Janob internetda juratgan to'g'onlar. So'ljon Boqib. Bunaqa qo'chqorlar. Qanchadan ekan bu qo'chqorlar aka? Qo'chqorlarni 22 dan deyapti. 22 mingdan odasizlar. Qancha? Ya ona egasini shunday deyapti. Sidirmay qoldi. Bular qancha tishlar ham aka? 2 tishda. 2 tishda. Bolta o'xshaydi, bo'lak. Bo'lak. Bolta va. Tarbirga 12 10 berayapti. 41 ming so'm bor. Mana. Uzun qo'ylar ekan. Uzun qo'chqorlar ekan. Yaxshi. Mo'joqda dog'i. Portlanch. Bu qo'chqorlar kimdan ekan? Qanchadan ekan bo'lsa? Boz qanchadan ekan? Buradan qo'pshaydi. Qanchadan ekan aka? Yesi yo'q bo'ldi. Qanchadan ekan boz aka? 25 ming so'm. Qanday olishgan? O'zbekiston to'g'onlar ko'p so'raydi da qo'chqorlarcha. Egasini nomini qo'yib qo'yish kerak edi. Qo'ylar qayerga?
olmaz ekan qo'yilib ekan hozir. Telefon nomerini olib bergan bo'lsa, bermasa olib qo'yasiz to'g'onlar. Mana jana O'zbekiston to'g'onlarga. So'raganlar. Telefon nomerlarini berasizmi? Bor, qiziqqanlar. 25.000 so'mdan tanlab olib boryapti. O'shanda $200 o'tib qolayotgan to'g'onlar. Narx beraq bo'lib qolayotgan. Bunaqa to'g'onlar olmaz ekan yuribdi mana yerda. Olmaz ekan hozir so'zga tortolmaycha. Bunaqa. Yo, assalomu alaykum olmaz ekan. Qandaysiz? Tuzuksiz aka, desovuz yaxshi aka. Bo'ldi tag'in. Tuzuksiz aka. Shu bozor ishni qo'chqorlardan olib keldilar. Buna qo'chqorlardan Canlı biznes başlab, kichkina oqchaga canlı biznes başlab, xudo xolasa yaxshi mayak qilib, jahonda xudo xolasa 2-3 kunda yaxshi chiqaramiz. Shu kichkina oqcha. Shunday qo'chqorlarni. Shundaqdan kanalga kiringizlar, like'dan basingizlar shu Yigitdagi elning xizmatida jur'at. Shu ishni qo'llab o'rgatdi, like'dan basib, kommentariy yoza keltiringizlar. Xizmatni bilan deb mana jengil turib chiqibdi mana Yigitdagi. Omon bo'ldingizlar, o'rningizlar qabul bo'lsin, tinch bo'ldingizlar. yo olmaz aka. Qo'chqor olib keldi to'g'onlar. 42.000 so'mga bo'ldi deb berdi jana. Ko'rdingizlar o'xshaydi, oldindan topib o'tib chiqdi bunaqa. Biznes to'g'onlar, biznes ko'rdingizlarmi? Uydalar to'g'onlar, uydalar jurib shunday 42.000 so'mga bo'ldi deb berdi. Uyda jurib bo'lib turib mana. Qarangizlar. Qo'zi qo'chqorlar ekan, qarangizlar. Shundan bir 10 dubaylab qo'ysa to'g'onlar, nima bizneschi? Rossiyaga borib ishlab qo'ysa bo'ladi. Aka, olmaz ekan, tog' boramiz uyingacha. Ishni bizneslari bor ekan to'g'ri. Shuni tortib ko'rsatdi o'zi to'g'onlar.